Qizlar, mana tovarlarimni oldim. Mana ko'rasizlarmi? Bir paket. Hammasi 8 ga. Xudo xohlasa, uyga borib hozir egalariga topshiraman. Qizlar, hammani taklif qilaman Fabellik kompaniyasiga. Вообще zo'r, super kompaniya, qonuniy, hech qanaqa aldov yo'q. Ishonchli kompaniyada uyda o'tirib bemalol pul topsangiz bo'ladi. Mana qizlar, shunaqa turamiz o'zimiz. Har doim aytaman buni. Ko'chaning boshiga chiqib olib qoldim taksidan. Maza. Endi uyga borib, egalariga topshirib pul ishlashni boshlaymiz. Qani, marhamat kompaniyaga. Uyda o'tiraversangiz o'tiraverasiz. Harakat qilsangiz, Alloh rizqingizni beradi.